Assalomu alaykum savoqdoshlar. Bugun biz bolalarga mushu talaffuzni to'g'ri qilish usul to'g'riliq ozroq tushuncha berib o'tamiz. Bu so'zliklarni biz yodlagan vaqtida mayli darslikdan chiqsin, mayli kompyuterdan chiqsin, nada uchirsa biz muhim so'zliklarni yodlab olsak deb o'ylaymiz. Ammo so'zliklarni dastlab qalbdan yodlagan bo'lsak, keyin shu ashta deb qilish ehtimolligimiz cho'ng hamdi. Shuning uchun söz yodlaganda bolalar boshdan tortib mushu to'g'ri o'lchamda o'qishga tirishsaq bo'ldi. Hamda nihoyat tajribasi va mo'l tajribalik ko'p so'zlashgan tajribasi va bolalar ozmay to'g'ri so'zlash mumkin. Ammo bizning da'vatqinimiz misha yangi o'quvchilar yangi o'rganganda masalan biz 7-8 yil bolalar normal savad chiqadi dedik-ku. Mushu chiqarish uchun bolalar to'g'ri talaffuzni yaxshi o'rganib, so'zliklarni vaqti yodlab qiladigan vaqtida men oldirmay so'zlasam, bolalar tushuna oladi. Bolalar so'zlasimi o'lchamli to'g'ri talaffuz qila oladi. Men bir kichikkina mahoratni aytib qo'yman. Qo'limizda aqli iqtidorli telefon bormizda, yo kompyuter bor. Moshanda foydalanib so'zlarni yodlagan chog'da bir qatim o'qitib o'tib yoki o'zingiz o'qib to'g'ri xatosiga yakun chiqarib turdi, shuni qarab turib o'rgansak, intayin to'g'ri uslubda o'rganalaymiz. Endi biz bu yerda bu Google'ni açamiz. Google'ni açıp içe kirgandan keyin hamma Google'ga pul to'lganligimdan ba'zan hisobotga kiryapman. Sizlar kiraversangiz bo'ldi erkin ozoda. Google'ga kirib bo'lgandan keyin shu izlash ko'znikiga men dictionary deb menda bossanglar, dictionary bu lug'at chiqadi. Bu haqsiz pul ketmaydi. Qo'lonlik telefonda chiqqan bo'ldi. Kompyuterimda chiqqan bo'ldi. Shuning uchun buni bosgandan keyin biz bizningki harf taxti bizdan internet basitimiz bu miya kirdi. Mal lug'at ochildi-chu. Bu ta'sir emas. Dictionaryni bosgandan keyin bossangiz bu chiqadi. Mushu ko'znakka search for a word dedi. Mishaga izlamoqchi bo'lgan so'zing uchun yezing dedi. Qanday so'zlik bo'lsa, ish qilib mush inglizcha bo'lib qolsa, mishaga solsangiz bo'laverdi. Bu lug'at. Şuna miyadımda televizyonu sapaqsam bo'ldi. Hali yezilishi o'qisa farqlangan ekan. Yoki traditionalni sapaqaymasdan. Manda. Sasam bu so'zlikmi matekidan chiqib bo'ldi mana. Traditionalda. Televizyon deb sasam bo'ldi va o'quvchi yezilsadir farqlangan so'zliklar tahim yaxshi bo'lgan. Nima sasam bo'ldi bu yerga? Men mana bastım. Traditional deb chiqdi. An'anaviy, urf odat degan bo'ldi. Bu yerdan biz mana anglab boqamiz-ku bu yerdan. Mana sizlarga anglandim o'qimayman. O'qiyapman. Mana traditional deb o'qiyapman. Anglab olgandan keyin men bir talaffuz qilib boqsam, o'sha to'g'ri xatosini bilib boqsam desangmi, tegidlam. Learn to pronounce deb bor. Talaffuz qilishni o'rganish degan gap bor. Berma ag'iz turdi-ku, mana o'qib turdi dedi. Bu tayyorlam narsa. Qo'limdagi telefondami chiqdi, kompyuterimda chiqdi. Men mana buni bosaman mana. Talaffuz qilish deganni bossam, masofachilik beradi. Masalan, o'sha so'zningki mishadiki. O'qilishni o'zimizda xalqaro bo'yicha menda to'g'rilab qo'yadi. Lekin ma'no o'rganmaymiz, biz talaffuz o'rganamiz. Mana traditional deb o'qib turadi. Mana yana anglab boqmoqchi bo'lsanglar, og'izning qanday meditatyotidi, mushu hammasi mishadan chiqadi. Agar bak ishtik o'qib o'tay desangiz, slow deganimda besib qo'ysangiz, oldirma o'qirdi. Mana traditional deydi. Oldirma o'qib o'tadi. Mana biz qo'ysak, normal siz o'qiyveradi. Ishtik so'zlayotgan tashda deymiz-ku. Mana besib qo'ysak, oldirmay talaffuz qilib turdi, biz bilalaymiz. Endi biz mushu o'xshash o'qiyanmamdoq degan vaqtimizda ostida bir mikrofon bor. Da ko'rib bilsa bu mikrofon degan kompyuter hamma yer mush bilan chiqsam mikrofon deb taniymiz. Practice deydi. Mush practice degan mashq qilish degan.
Hemen bunu bassam, ben baskandan keyin men şu o'qib boqaman, çünkü anlagan gapini o'qib boqaman. Traditional deydi. Traditional deganim anglab olgan ekan. Va practice mesela traditional. Mana jim tudimcho. Tusam miyaga mening ovozimni oldi bu. Men o'zim anglab boqaman. Traditional dedim endi. Mana. Mening mana talaffuzim 100% to'g'ri chiqmagan bo'lishi mumkin. Miyada mana Amerika talaffuzi ve Britanya British pronunciation bo'yicha ikkisi ham edi. Mao Amerika talaffuz qilish, Mao Britaniyacha talaffuz qilish. Mesela Britaniyadagi bolalar ma'ni to'g'rilab qo'yib talaffuz qilish bo'ldi. Azra o'tirada farq bormi? Mesela o ba'zi atalg'ularni atagan chaqda ba'zi aniq ataverdi, ba'zi azroq moyillik bo'ldi. Mesela color desek, yezilishi C O L O R deb yeziladi. Ayan bir yanınkide yoğun artık yazıp koydu. Şimdi azıcık farklar var mesela telaffuzda. Bu şive deyimiz yani işte Kaşgar şivesi, Xotan şivesi, Aksu şivesi, Gol şivesi degende kaşında azıcık farklandı. Hem bir şeyde biz okutup bakkandık ki mani. Doğru diyalog mu diyemedik mi de anlap bakmamız. Mani anlap bakmamız hem de. Mani azıcık farklandı degen ama şunda ölçemlikte adı. Bir yerde biz tiklam degandiki manda chiqqan bo'lishi mumkin. Agar unda Alloh qolsa, biz mayan qayta talaffuz qilib boqsak bo'ladi. Traditional. Endi anglab boqamiz. Mana traditional deydi. Agar ikkisini anglab boqib, traditional deydi. Men mana sal tiziltib qo'yay. Traditional. Traditional. Hozir men mana o'zimni ovozini men o'zim bunda anglab boqyapman. Bundacha. Agar qayta talaffuz qilsangiz, bu mishayni meshq qilib olsangiz bo'ldi. Ammo mushunga o'xshash chiqqan vaqtida miyagchi better deb chiqadi. Bak yaxshi talaffuz bo'ldi deb o'zi chiqadi miya ko'rinib turdi. Yoki miyadan good job deb chiqadi. Intayin yaxshi bo'ldi degan nimasi miyadan chiqadi. Agar unda bo'lmay qolib qolsa, biz yana qayta buni talaffuz qilsak bo'ladi. Masalan, miyani men desa yana bir mashq qiladi. Traditional. Mana qaranglar. Ma'zirat better dedi. Yaxshi bo'ldi, intayin yaxshi dedi. Better. Yana ma talaffuzim bak o'g'in keldi dedi. Yoki good job yoki better bo'lib qolsa, biz shu yerda to'xtab, shu talaffuzning qayta takror qilib, eng oxirida mishadini takror o'qitib, manda talaffuzingni yaxshilasanglar, so'zlashdim yaxshi so'zlaysan, yaniki anglashdimi, bunda anglabchi tushunishimiz intayin yaxshi bo'ldi. Men faqat bu yerda ko'pincha bolalar ma so'zni o'qilishini avat piring, so'zni o'qilishini avat piring deb bakchiq nim qilgandan keyin men bunda qarab, o bola miyajitdan foydalanib bo'lmamdi deb boladan so'rasam, men normal buni bildi deb anda o'ylagancha bolalar hamda bu uzun bo'lgan bir narsa bo'lgan ekan. Lekin bolalar buni jiqlar uqmay ekan ko'p bolalar. Shuning uchun men mana bir chiqirib biramelen xabarlantirib qo'yay dedim. Foydalansak bo'ladi. Ba'zi o'zimizning qashdagi uchini uqmay biz yurimiz-ku. Bilinmeymiz. Qo'shnimiz bir ya o'yin satın bizimiz uqmay yotadimni kelib ap bo'lganda uqishimiz mumkin. Ashunga o'xshash biz ma bir narsa o'rganayotgan chaqda shunda foydalanish materiallardan foydalansak bo'ladi. Ammo mani intan yaxshi usul deb qarayman. Chunki o'zingiz yolg'iz qolib qolsangizmi, maktab qo'yasingizmi, yo'lda ketib qolsangizmi, bir so'z o'rganib qo'yay desangiz, musharqli o'rganaymiz. Masalan, savazga chiqishda 4-5 lug'at yodlab qolaman. Namozga chiqishda yodlab qolaman. Anda bir yerlik bo'lsam, baka Facebook o'ynab, YouTube o'ynab, vaqtimizni isrof qilguncha 4-5 so'zlikni menda tas so'zlikni ichib o'rganib qo'yamiz. Shunda qilish orqali asta-asta tilimiz ravon keladigan gap.
Bolda saboqdaşlarım da men usulni yutib qo'ydim. Mushu usul bo'yicha bundan keyin mushu bizning barliq saboqdaşlar mayli kompyuter o'qiyotgan bolalar bo'lsin, mayli ingliz tillik bolalar bo'lsin, mushu orqali mayli ko'p o'rganinglar, mayli oz o'rganinglar, mushu usulni qo'llanib to'g'ri talaffuz qilishni, to'g'ri anglashni o'rganib olsak bo'ldi. Bo'ldi, bundan men darsimni to'xtatdim. Keyin yana yangiliklar bo'lsa, men mushu istinaloq qilib, mana shu to'slam to'plarga aytib beraman inshaalloh. Bo'ldi, Allohga omonat. Men darsdan chiqib ketdim.